Vatandoshlar anchadan beri qaramdi bu joylar, aka-uka bu joydan video qilmagan ekanman. Shu o'rinda aytib o'taman, narxlarimiz 950 ketdi. Toshkentda yo'nalishgacha. Uyga telefonsiz vizet bo'lsa 850 dollarga kelishingiz mumkin. Aloqa ichib ko'rasiz, tasvirni qoldirgan bemalol biz esa xizmat qilamiz. Aka-ukalarga kelganingizda albatta e'tiborli joyi do'stlar. Qaysi namoz vaqti bo'lsa, inshaalloh aziz vatandoshlar, albatta aka-ukalarga kelmoqchi bo'lgan, ziyoratga ibodat kelmoqchi bo'lganlar uchun maxsus 950 dollarlik taklifimiz va narximiz biletingiz bo'lsa, vizangiz bo'lsa 850 dollar. Vizangiz bo'lsa 850, vizangiz yo'q bo'lsa 950 dollar. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha. Vodiy Farg'ona Andijon Namangan reyslarimiz bor. Telefon qilib operatordan to'liq ma'lumot olsanglar bo'laveradi. Xo'p, bu yerda qilingan xizmatlarimiz Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz, Makka mukarramada 11-12 kun borasizlar. Ziyoratgohlar 15 dan ortiq, 20 dan ortiq ziyoratgohlar. Bizda ota-ona paketi bor, standartdan salcha qimmatroq bo'ladi. Ota-ona paketi siz 35 dan 40 ga yaqin ziyoratgohlar ziyorat qilishingiz mumkin. Albatta kimda taklif bo'lsa, murojaat bo'lsa yoki savollar bo'lsa kommentariya yozsin, keyin video to'g'rilab javob berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari do'stlar, albatta kimda savollari bo'lsa, imkoniyati kamroq bo'lsa, telefon qilinglar, qo'ldan kelgancha yana ham yengillik bo'lsa, yengillik qilib beriladi. Albatta mablag'ingiz ozgina yetmasa. Biz shu yerda ekanmiz, hech qanaqa kamchilik, muammo bo'lmaydi. Sababi bu yerda kamchilik, muammo bo'lsa, biz ham shu narsani yoritgan kelganmiz, hal etgan kelganmiz. Albatta bizda kamchilik, muammo qilmaslikka harakat qilamiz. Madina Munavvaraga kelasiz, 2-3 kun davomida 2 mahal o'zbek taomlar, transport, oziq-ovqat va 50 bosh ming-bosh xizmati hammasi mana shu narxga kiritilgan. Makka mukarramada 3-kuni Madinadan yurasizlar, 1-kuni ibodat qilasiz va ibodatda aravacha yosh kattalar bo'lsa, dori vositasi va tibbiy xizmat, ovqatlanish, Madinadan Makkaga olib kelish avtobus xizmati, 50 bosh ming-bosh ibodat qildirib qo'yish. Ota-ona paketida bir narsani eslatib o'tmoqchiman, ota-ona paketida siz 2 marta umra qilish imkoniyati beriladi. Mana shu narsasi ham plus sizlarga ota-ona paketida standart afzalligi shunday. Albatta yana qo'shimcha savollar bo'lsa beraverasiz. Odatda hamma ko'pchilik video chiqaradi. Shuning uchun faqat videoda men narxini aytib, ozgina sharoitlarimizni aytamiz. Mehmonxonamiz bizda 800 metrdan boshlanib 2,5 kilometrlikda. Biz shaxsan o'zimiz hozir 2,5 kilometrlikda turibmiz. Bu yerga kelsangiz o'zingiz sharoit ko'rasiz. Qanaqadir bir noqulaylik, muammongiz bo'lsa, meni o'zimni topib aytsangiz, shu narsalarni hal qilamiz va videolar hal qilib chiqaramiz. Albatta bu videoni ko'rib boshqa firmadan kelsangiz yoki boshqa muammolaringiz bo'lsa, boshqa firmadan yoki ayna Hikmat Travel'da boshqa operatorlardan kelsangiz, bu narsani biz hal qilib bermaymiz. Sababi biz orqali kelgan insonning muammosini biz hal qilamiz, kamchiligi bo'lsa bir hal qilamiz. Albatta boshqa firmadan ko'pchilik keladi, qaytib keta olmaydi, kishi 1-2 kun kechikadi yoki mehmonxonada, ovqatlanishida, joylarda muammo bo'lsa bizga aytishadi. Biz qo'ldan kelgancha endi O'zbekiston fuqarosi bizdan O'zbekistondan kelgan deb hal qilishga yordam beramiz. Lekin juda ham ko'pchilik baribir shu holatni biz videolar ko'rib ishonmasdan boshqa insonlardan biz 950 dedikmi, 700, 850, 50 dollar bo'lsa arzoniga o'tib keladi, lekin kelib bizdan yordam so'raydi. Puli bor lekin baribir borgandan keyin bitta qo'ydi yiqitasiz yoki bironta xarajat qilasiz va ehson qilganingizda ham 200-300 dollar sarflab qo'yasiz. 100 dollar ortiqcha sarflashingiz bu yerga 14 kunlik safaringiz ziyoratingizda kamchilik bo'lmasligi albatta arziydi. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Ko'pchilik vaqtini olmagan holatda videoni yakunlaymiz. Biz esa hozir shom namozi bo'ladi, azon chaqiradi. Albatta, kimda qo'shimcha savollar bo'lsa, aloqaga chiqib, to'ylarni yo'llaverasizlar. Biz esa doim xizmatdamiz. Narxlarimiz 950, vizangiz bo'lsa 850. Toshkent Jidda yo'nalish bo'yicha reysdan qo'yildi, aloqaga chiqib ko'rasizlar.